Yachi. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Yushan. Yachi. Rahmat sizlarga. Su temlikmikan? Suni qandaqmi tamlik tamsizligili bo'lsin. Faqat ussuzlikni qandirsili bo'ldi. İçip boldingizmi? İchib bo'ldim. Biror narsa deyishga tayyorlik qilmadingizmi? Nima deyman? Bugun kashdagi ish zodi qanday ish? Ha? Buni so'ratamsiz? 9-numurluq pristandagi xo'ja bir sodni qo'liga olibdi ekan. Liu Tianlong bu mal uchun xo'jani o'ldiribdi. Bularni bayatdan Jingbiao bizga so'zlab berdi. Undaqda sizlar yana nimani bilmoqchi? Bizning bilmoqchi bo'lganimiz, biz zodi sizning ko'nglingizda bormi yo'q? Ba'zida bo'lsa-mu bizni o'ylab qo'ysangiz bo'lmamdi. Bir tirik odam bu uydan sirtni aylanib kelay deb chiqib ketib 6 soat yo'qib ketganmi bormi? Bu zodi nimaga hisob? Chaqchaqqimi yoki bizning qanchalik savr toqatimiz borligini islam beqish uchunmi? Kechiringlar. Atrofga o'ylashmabdiman. Sizlarni ansirtib qo'yibdiman. Gapni g'o'nayt achchilik bilan qildingiz. Sizlarni ansirtib qo'yibdiman deganni. Ajiba, siz azaldan bizni ansirab qolar deb o'ylab baxmadingizmi? Bizning bu 6 soatni qanday o'tkazganligimizni siz xayolingizga keltirib baxmadingiz? Siz zodi nimaning azob tortish ekanligini bilamsiz? Hilimi esimda. Siz meni shaxsiyatchi, azaldan boshqaning o'ylaganlari bilan kori yo'q deb ayblab ketgan edingiz. To'g'rimi? Men shunday deganman. Nima? O'zingiz degan gaplarni unutib qoladigan bo'lib qoldingizmi? Siz degan. Yana kelib bir qatim emas. Men bakla hayron qilyapman. Bugun ishqinglarning fikri degidek bir yerdan chiqyapti. Gapimizni bo'lmang. Siz meni shaxsiyatchi, boshqalarni o'ylamaysiz deysiz. Ammo sizchi? Qilganlaringiz nimaga hisob? Har qancha muhim ishingiz bo'lsa-mu, avval bizga aytib qo'yishingiz kerakdi. Qanchalik vaqtni zoya qildingiz bilamsiz? Boshda men sizni Jingbiao bilan Ruchangning yeniga chiqib ketgan o'xshaydi deb o'ylabdiman. Shunga bu ishni Yushandan yoshirib aytmabdiman. Biroq 6 soat o'tib ketdi. 6 soat o'tib ketsa nimani bildiradi? Biz sizni boshqalarning qiltig'iga uchib paraxutda o'ldiribdimikin deb o'ylab qapdik. Sizni bilasiz. Mening ko'nglim qanchalik azoblanganligini. Yachi, bo'ldi azoblanmang, ha? Xato ko'rib qolmagandim-a? Agar odatdagi vaqt bo'lgan bo'lsa, sizlarning shundoq ijil inoq o'tganlarni ko'rgan bo'lsam, cho'qim xushal bo'lgan bo'lardi. Biroq hozir ko'nglim bakmi yerim bo'layotdi. Nimishqa? Chunki bu xil hissiyot bugun kecha meni odatdan tashqari azoblayotdi. Amaliyotchan bo'ling. Sizga hech kim chaqchaq qilmadi. Ma'qul. So'zlab beringlar. Gerçi tanışkan vaxtimiz qisqa bo'lsa-mu, biroq birlikda xatarlik o'tganlardan o'tgan vaqtimizni oz deb ketgili bo'lmaydi. Chin ko'nglimdagi islam sizga tayinaman. Sizga ishonaman. Biroq sizchi? Siz nima bunday muomalada bo'lsiz? Mayli qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar, mendan yushirsiz, chatga qaqsiz. Bu zot nima uchun? Ba'zi ishlarni sizga aytmaslikdagi sabab sizga yaxshi bo'lsin demoqchiman. O'zingizni yolg'ondan aqlamang. Bugun kishini aytmay tayliq.
Eng oxirgi bosqichga borgandimi, yo'chin yana sizdan yoshiryotidi. Men rostl bilmadim. Siz Jingbiao va Ruchangni qutqizib olganligingizni nimishqa mendan yoshirsiz? Juntongning ishbiyonlar qonuni esingizda bormikin? Albatta esimda. Buning ishbiyonlar qonuni bilan nima munosabati bor? Qoidada vazifa ijro qilayotganda vazifaga munosabatsiz kishilar bilan bodi keldi qilishga bo'lmaydi degan bir modda bor. Mana bu mening yoshirishimdagi sabab. Siz doim hukumat ishini hukumat ishi bo'yicha bejirman deydi ekansiz. Bu shuni isbotlab berdiki, sizning ko'nglingizda men faqat bir xizmatdosh, do'st emas. O'z odamingizmi emas? Shundoq deyishga bo'ladiki, biz birinchidan xizmatdosh, ikkinchidan do'st va o'z odam. Biroq sizning meni xizmatdosh o'rnini ko'rishingizni umid qilmayman. Bugun kecha mening ko'nglim bak yerim. Meningcha yo'chining azobimi menga o'xshash deb o'ylayman. Biz ishkilimiz, bizni ko'zga ilmaydigan bir er kishi uchun jinimizni tikibdik. Deb kelsak, bak do'tlikda bu. Bechora desak texmi to'g'ri. Deydiganda bo'ldinglarmi? Tushuntirib qo'ysam bo'lamdi? Bizning rost gap anglag'imiz bor. Bilamsizlar. Xo'jayin mush paraxot ekan. Nim dedingiz? Xo'jayin? Qaysi xo'jayin? Bizga nisbatan xo'jayin faqat birla. Mumkin emas. Hargiz mumkin emas. Xo'jayin oldingi kuni cho'ngchoqdan ayrilib bo'lgan. Ana shunchayga berib bo'ldi. Uning ayrilganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Yo'q. U menga shundoq degan. Bu to'g'ri bo'ldi. Xo'jayin Liu Tianlongning sheriki. Ruchang o'z ko'zi bilan mehmonxonada ikkisining maxfiy paranglashayotganligini ko'ribdi. Ruchang qandaqsiga xo'jayinni tanisin? Hatto sizmi uni bir qatim ko'rgan tursangiz. Ruchang albatta xo'jayinni tanimaydi. To'g'ri deysiz. Menga ancha muhim emas. Biroq bir xil narsa shuni isbotlab berdiki, benumurliq uyda Liu Tianlong bilan so'zlashgan odam cho'qim xo'jayin. Nima bu? Bu tamaki qoldiqiga obdan qarab yiqing. Bir yerda ko'gimda qilamsiz. Bu xo'jayin yoqtiradigan tamaki. Buni nereden deb oldingiz? Birini Chingshuivandagi xarobilikdan. Yana birini bo'lsa, bayatdan Liu Tianlongning uyidagi kuldandan tepib oldim. Liu Tianlongning kuldanida? Acaba bu tamakini boshqalar chekmamda? Bu xil sigaretning ismi Village. Xo'jayin maxsus Amerikadan boshqalar havola qilib avatkizdi. Bayatdan Liu Tianlong bilan paranglashganda kalla ishlatib bu tarafini sinab baqdim. Liu xo'jayin, mening farzimcha sherikingizmi mushu paraxotdug'u deyman. U sizning yeningizdagi benumurliq uyda, shundaqmi? Mening bilmoqchi bo'lganim cho'qim bilishga tegishli ishlar. Ular bu yerdan ayrilib ketdi. To'g'rimi? Uning oldida men paraxotning sirtida turgan chaqda bir necha odamning paraxotdan katerga taqlab tushayotganligini ko'rdim. Shu sababdan Liu Tianlong yolg'on etmadi. Uning so'rlashgan odami dal xo'jayin. Davlat bexatarlik idorasi bilan polkining munosabati nihoyat maxfiy bo'ladi. Bu tarafini men bilaman. Jang Baojining ish birlashma yig'ini burun polkining biri edi. Biroq xo'jayin ular bilan so'rlashgan bo'lsa, bu haqiqatan o'ylab baxmagan ish bo'pti. Xo'jayinning qo'lasidagilar mashq sinoqlardan o'tgan kasbiy ishbiyonlar. Yana kelib sanoqliqlar. Amaliyotda
Liu Tianlong degan ahmoqlarga silishtirganda, Chungching degan bu zaminda uning qilolmaydigan zodi qanday ishi bor? Nima uchun Pavaka uning o'rnida bu mallarni yo'tkab akiladi? Bu tarafı rastla g'alita. Balkim u mallar ancha jiddiy bo'lmagandikin boshqalarga bergandi. O'ylab beqma. U mallar uning uchun ancha jiddiy bo'lmasa, o'zi yolg'iz bu paraxotga chiqib Liu Tianlong bilan ko'rishamdi. Siz Xongshuar, Wushodong, Lirishan ularning qaysi biri ulardan qilishidi? Acaba mushu kichikkin ishni qilishqimi xotirjam bo'lamasmi? To'g'ri gap qildingiz. U bu ish to'g'riliq bizga bir eg'izmi tinmagan. Meningcha, malla emas. Balki Li Ruishan, Xongshuer ularni bilmasligi mumkin. Albatta shundaq. Men bu paraxotga chiqqandila, bu paraxotning kayfiyati benormal tuyulgan edi. Men texi boshda Jinbiya va Ruchani deb chiqqan pavaklar bo'lganlik uchun xatarli his qilib ekanman. Biroq men mulozimatchining eg'izdan Liu Tianlongni mush paraxotda deb anglab, mening ko'z qarashimmi o'zgardi. Chunki ular Jinbiya va Ruchanga taqobil turish uchun Chengshui Pavganing yangi xo'jayini o'zi bir qo'lliq bo'shqa qo'ltiqishi mumkin emas. Men ko'zlayotgan vaqtda mulozimatchidan bir ig'ir yaralangan odamning Liu Tianlong yotgan yotoqning yendiki uyda ekanligini angladim. Bu bemorni men paraxot yo'lda uchratgan. U butun badanni oq taki bilan uribdi. Faqat ikki ko'zli ochiq. 4 azamat taxtayni ko'tarib 3-qavatga olib chiqib ketdi. Shu vaqtda bu ishni sal g'alati his qilgan edim. Shundoq ig'ir yaralangan odam doktorxonada yotmay bu yerga nim deb keldi. Darvaqa Ruchang menga bir ahvolni aytdi. U bir ig'ir yaralangan odamning taxtay ustida yotganligini, tuyuqsiz o'rnidan turib, daklarni yirtib, mehmonxonadan chiqib ketganligini ko'ribdi. Shu sababdan men bu odamning cho'qim Liu Tianlong bilan ko'rishdiganligini faraz qildim. Biroq u nimishqa butun badanni daki bilan urib oladi? U nimadan qo'rqadi? U bizning tunib qilishimizdan qo'rqadi. Undaqda eg'ir yaralangan odam xo'jayinmi? Siz xo'jayinni obdan tushunasiz. U nayt salmoq, hargizmi xatarga tavakkul qilmaydi deyishga bo'ladi. U Mao idora boshlig'i o'zi tayinlagan mendek bir mayor general bilan hozirgacha bir qatimni ko'rishdi. Biroq u bu mal uchun xatarga tavakkul qildi. U paraxotda Liu Tianlong bilan ko'rish uchun bizni o'zining mangan turgan yerlarini sezib qolmasin deb oq dakiga butun badanlarini o'rab necha soat azob chekib yotdi. Agar u mal jiddiy lozim bo'lmasa, u yana mushunda qila olamdi. Men bekmi hayron qilyapman. U malzoda qanday narsa bo'lg'aydi? Shundaq. Bu tarafini mening bekmi bilgim bor. Biroq mening eng bilgim bor bo'g'ini shundaq muhim malni nima uchun Pavgalarga yo'tkab akagizidi? Nima uchun qo'l ostidagi munavvar ishpiyonlarni ishga solmaydi? Bu zot nima uchun? Men o'ylab topolmadim. Bu xo'jayin zodi ko'nglida nimalarni o'ylaydigandi? To'g'ri. Yana bir tarafini men g'alati his qildim. Qaysi taraf? Xo'jayin bizning mush paraxutda o'ltirib, Binbinga bordiganligimizni bilib turib, nima uchun Liu Tianlong bilan bu paraxutni ko'rishga deyishib qo'ydi? Acaba boshqa yerda ko'rishsa bo'lmanda? Bu tarafini men o'ylab baxdim. Meningcha, xo'jayin Liu Tianlongni bu yerda ko'rishga taklif qilmagan. Liu Tianlong uni ko'rishga taklif qilgan. Liu Tianlong xo'jayini o'ldirgandan keyin u bir turkum mallarni izlab topamagan. Shu sababdan u mallarni Jinyu Yibinga yo'shirib olgan deb faraz qilib, tezroq mal egasiga javob qaytarish uchun uni paraxotga taklif qilgan. Bunda qissa bir tarafdan Yibinga qarab yo'lga chiqalaydi, yana bir tarafdan xo'jayin bilan ko'rishalaydi. Uning maqsadi birinchidan malni topamayotganligini aytish, ikkinchidan mal egasiga o'z ko'zi bilan ularning harakatlanganligini ko'rsatish. Uchinchidan u Jinbiya va Ruchanglarni qo'g'lab tutish. To'g'ri dedingiz. Xo'jayin ming japada o'zining salohiyatini yo'shirgan bo'lsa-mu, o'ylamagan yerdan
siz yana bayqab qapsiz. Bundaq ishlarni boshqalar ko'rsa, hargiz diqqat qilib ketmaydi. Biroq men voyaga yetkazmaguncha to'xtab qolmayman. 6-numurliq uydan boshlab paraxod boshliq ishxonasigacha u yerdan paraxodning turib yo'li xaritasini o'g'irlab chiqish, ondan keyin paraxod boshliq ishxonasidan 6-numurliq uyga yana qaytib kelish, ondan ruchang va jinbiyovlarni paraxodning turib yo'li uyga o'g'irliqcha boshlab aparish, eng oxirida men alayda mehmon kutish uyga o'g'irliqcha kirib ko'zdish. Balkim bu sizlar uchun 6 soat vaqt shuncha asta o'tgan bo'lishi mumkin. Biroq men uchun aytganda birdamlik ishdek mushundaq tez o'tib ketdi. Chunki bu ishlarni qilayotgan vaqtda men 1 minutmo orom olmadim. Albatta, sizlarga mo qaytib kelib, doklad qildik, vaqt chiqaramadim. Yerimkin so'zlab, o'zingizni aqlashga baham deb chiqdingiz. Biroq rostila sizni tanlikda qo'yibdiman. Biroq, men yana sizlardan kechirim so'rayman. Bugundan boshlab bundaq ish ikkinchi yuz bermaydi. Bu muomala bizga yiqib qoldi. Sizni kechirib etdik. Ay, bayatın siz Liutyalonga yordamlashib malni tepib berman dedingiz-ku. Shundaq. Men u malning nima ekanligini bilmasam-mu, biroq menga nihoyat aniq bo'lgan ikki tarafi bor. Biri bu mallar xo'jayin uchun intayin muhim. Ikkinchisi Liutyalong degan hamoqatlarga tayansak, u mallarni tepish mumkin emas. Shu sababdan men bu ishga aralashib qoldim. Shuni o'ylab baqdingizmi? Sizning xo'jayinga yordam qilganingiz, Liutyalongga yordam qilib, Jinyu bilan Ruchangga taqobil turganingiz bo'lmamdi. Sizningcha men bu ishga qo'l tiqmasam, Ruchang bilan Jinyu bexatar bo'lib qoladimi? Ular texmi xatarlik holiga tushib qoladi. Chunki men qilmasam, Liutyalong cho'qim qiladi. Jinyu uning qo'liga tushib qolsa, sizningcha Liutyalong uningga qanday taqobil turadi? Men sizlarga aytib beray. Ular o'limdan boshqa yo'l yo'q. Yachi, uning degani nayt to'g'ri. Agar bu ishni biz qilsak, malni bir tarafga qo'yib turaylik, hech bo'lmaganda Ruchangning hammasi, Jinbiyov, Ruchanglar tirik qoladi. Tushundim. Shunga bu ikki taraf bir-biriga hargiz zid emas. Jinyu bilan Ruchang har kuni xatar ichida yashashni hargiz xohlamaydi. Avval bu ishlarni yaxshi bir taraf qilish, ularga nisbatan hozircha bir yaxshi ish. Shu sababdan paraxod Yibingda to'xtasa, bizni kutib olib chiqqan odamdan o'zimizni qochirib, Yushuruncha Yibing shahar ichiga kirib, Jinyu va mallarni topgandan keyin ana shunjayga qaytib, xo'jayin bilan ko'rishimiz. U cho'qim hayron qoladi. Balkim bu meni uningga qilgan ko'rish so'g'am bo'lib qolar. U cho'qim xushallik bilan qabul qiladi. Nemishkin Yanshoyingning ko'nglida bir xil noma'lum oldin sezim paydo bo'layotdi. Xo'jayinning bu sirliq molga bo'lgan pozitsiyasidan u bir xil xatarning purg'ini sezdi. Bu xil sezim to'xtab qolmay balki davomli kuchayib beryotdi. Hatto ta o burkut planigacha uning diqqatini tortdi. Yanshoying sezgan qo'rqinchli voqea yiroq bo'lmagan yerda uni kutib turardi. Eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Hech uxlamabsiz. Uyqum kelmadi. Yana bugunga yuz bergan ishlarni o'ylayapsiz. Yanil tushunamdim. Nemish xo'jayinga yordamlashib u mallarni tepishib bersiz. U sizning dushmaningiz edi-ku. Xo'jayin nurg'un pul xashlab, nurg'un zehni kuchini sarf qilib, butun kuchi bilan izlayotgan bu mal cho'qim oddiy emas. Sezimim menga bu malni cho'qim u burkut plani bilan munosabati borligini isbotlab beryapti. Nima? U burkut plani bilan munosabati bormi? Bayatdan men yushanliq maydonda bo'lganlik uchun gapni bakm ochiq qilib aytmadim. O burkut planining tafsiliy mazmuni nihoyat maxfiy. Faqat xo'jayin o'zi biladi. Ya'ni kelib bu mallarning ishini
hech kimga bildirmay sirliq ep beryotidi. Yana kelib Pongshua Lin Yushan deganda ishonchli odamlardan mu yoshiribdi. O'ylab beqma. Bu tasoddifiy maskib qilishmi? Shu sababdan biz chuqur tekshirib aniqlashimiz kerak. Bu sirliq mal zot qandaq narsa? Xo'jayin uningdan foydalanib, zodi qandaq maxfiy ishlarni olib bordi. Xo'jayinga yordam qilish bir bahona. Lin Yushan ishongidek bir bahona. Bizning bu qatimki vazifamiz mana shunchayga berib, xo'jayin bilan ko'rishish. Agar mushundaq yaxshi bir bahona bo'lmasa, biz qandaqmi vaqt ajratib, jinyu va mollarni topa olamiz. Bir tarafdan bundoq qilsak, xo'jayinni yana bir qism gumonni qo'zg'ab qo'yamiz. Men shu sababdan mushundaq qaror chiqardim. Siz bek atrofli o'ylabsiz. Bu bir o'ljini qarmoqqa oladigan intayin yaxshi fursat. Bizning aslidagi planimiz bo'yicha ana shunchayda xo'jayinni tutamiz deyishgan. Biroq hozir ana shunchayga beribla bizning armiyaning hujumiga uchirsa, xo'jayin shu zamon mening kompartiyaning cho'ng qo'shinini boshlab kelganligimni bilib qoldi. O vaqtda ahvolni tasavvur qilish to'liq tas. Yana kelib ana shunchay dushmanning ilkidagi joy. U yerda xo'jayinni tutish unda oddiy ish emas. Shundaqla meni ham sizning bexatarligingizga kafolat qilib bo'lmaydi. Shu sababdan bu amaliyotdagi bir yo'l. Buningga hargizmi boshqa yo'l yo'q. Biroq hozir fursat rostli keldi. Qandaq fursat? O'ylab beqma. Agar Lyotyalo malni topsa, xo'jayin qandaq qilar? Albatta malni og'il bordi. Shundaq deyishga bo'ladiki, u o'zi qo'l tiqib mallarni og'ili keladi. Shundaq. Undaq bo'lsa nima bo'pti? Demakchi bo'g'iningiz, ular malni og'il kelganda bir xil to'rg'a tushirish shundaqmi? To'g'ri aytdingiz. Bu nihoyat yaxshi fursat. Bu fursatni voz kechsak hargiz bo'lmaydi. Oldimizda bir qiyin masala bor. Nima? Qanday qilganda bizning odamlarimizga xabar qilib, vaqtincha ana shunchayga hujum qilishni to'xtatib turish, mening xabarimni kutish. Men xat yetkazay. Nishon bakmo aniq. Lin Yushanning gumonini qo'zg'ab qo'ydi. Biz qanday qilamiz? O'ylab boqay. Yaxshiroq o'ylab boqay. Qani, avayla. To'xtab turing. Paraxutda yana boshqa yo'lovchilar bormi? Qani, paraxutdagi odamlarning hammasi chiqib bo'ldi. Jazmlashtira olamsiz. Qaraqma gapingizda. Agar paraxutda odam bo'lsa, biz hech kim taqamtoq. Biroq mening bir necha do'stim bu paraxut bilan yeng-bengi qarab mangan. Boyatdan beri ularning paraxutdan tushganini ko'rmadim. Biz ichiga qarab baqsak bo'lamdi. Bo'ladi. Qarab baqing. Kel. Avayla. Yaxshimisiz? Bu yerda Lin familiyalik bir qizchaq turganmi? U 5-nomerlik yotoqda turgan. Hey, xinim, to'xtab turing. Nima bo'ldi? Siz xunxinimmi? Shundaq. Boyatin Lin xinim paraxutdan tushib qilishdan avval menga bir parcha xat qoldirib qo'ygan. U menga agar xun familiyalik bir xinim izlab qolsa berib qo'ying degandi. Lin xinim paraxutdan tushib ketdimi? Shundaq. Biroq men nima ishqoni ko'rmadim. Buni bilmaydi ekanman. Balkim ko'may qolgansizlar. Lin xinim jami qancha odam? 3 odam, 2 xinim, bir apandim. Undaqda qog'ozchi.
Mana. Ciddi ahvol deyishga ojizlik qilaman. Xo'jayinga aytib qo'y. 3 kundan keyin an shu joyda ko'rishaylik. Undaqda biz mung'ayli. Qani Rucham, amda o'ynaylik. Tosh qo'ycha loto. Tosh qo'ycha loto. Kiram. Qanaqroq? Men hali qog'ozni huquqini topshirib berdim. Ularchi. Paraxtı tushib ketdi. Rahmat. Efendim bo'ldi. Bu yerda belginiz yetib başladı. Qinola. Balkim biz yana birdan turib qilishimiz mumkin. Chataq yo'q. Paraxt pristanda tunaydi. Qanchalik vaqt tursanglar mayli. Ha, shuni qilaver. Xonshu yerlar ketdi-ku. Yana nima deb bu yerda turamiz? Ular cho'qim paraxutning ma'lum bir bo'lonlarida bizni ko'z tutib turyapti. Yana birdamdan keyin rastalik ketib qoladi. Ha? Qaraganda ular rastalik ketib qolgan o'xshaydi. Biroq biz ularni nimishib ko'rmay qolamiz. Chintanga o'xshash odamlar agar sizning sezib qilishingizni xohlamasa, siz menga izlab topolmaysiz. Keldik. Bu Jerinton doğru dükkanı. Hokam yibini o'rnatgan maxfiy aloqalish o'rni. Ay, ko'p kunduzni ishing taqab qo'yibdi-ku. To'g'ri. G'alati ish. Lamat ağa, ben Jingbyo. Shikneychim. Nima? Ular o'lib yo'q o'xshamamdi. Hammasidan yo'q bo'lishi mumkin emas. Bu doğru dükkanı. Azaldan taqilib qolmaydi. Yana urib baq. Lamat ağa. Shikneychim. Ay, sizlar kimizdaysizlar? Ha? Ay. Tağa. Bu doğru dükkanı nimishga taqilib qoldi? Nima? Sen bilmamsan? Ha? Yemini bilmayman. Hay, bir necha kunning oldida bu dori do'konda g'alat kasal paydo bo'ldi. Ichidagi lama va uning sheriklarini doktorxonaga olib ketdi. Do'kon mutaqilib qoldi. Nima? G'alati kasal? Shundoq. Sizlar boshqa yerdan keldinglarmi? Men bilan do'kondagi Lomat og'am yaqin tuqqanlardan edik. Biz yibingni o'tgach yo'qlab o'taylik degan. Tağa, ular qanday g'alati kasal giribtor bo'libdi? Hey, buni kim bilsin? Birdamning ishida do'kondagi odamlar yiqilib qoldi. Butun badani, yuz ko'zi hamma yerlarga yori chiqib ketdi. Bak qo'rqinchli. Ularning qaysi doktorxona turadiganligini bilamsiz? Aslidagi Xayri Saxovat doktorxonasi. Ozod bo'lgandan keyin Qizil Yulduz doktorxonasi deb o'zgartdi. Tağa, rahmat sizga. Ay, arzimaydi. Hey, naspas to'g'ri desa? Haqiqatan o'lmakning ustiga tepmak bo'ldi. Qarang, orantasi yibim kelsak, Lomat og'am kasal bo'lib doktorxonaga kirib qopti. Odamni naspassa, o'z sho'ring o'zingga deb, yana o'zimiz hal qilmasak bo'lmagandak. Do'kondor va sheriklari birlikda yo'q qilinibdi. Bu kasal haqiqatan g'alati kasal ekan. Ha? Nima? Hech nima. Oldirab ketma. Cho'qim amal tepildi. Biz avval mehmonsaroyga berib o'rinlashib olib, ondan bir amalni qilaylik. Ha, mayli.
Endi sizga keldi. Ro'jan, bizan o'ynab tur, ha? Gap angla. Qarang sizni, uyga kirgandan beri, hay deb uxtatib ketdingiz. Men anglaverib qulig'im og'rib ketdi. Cho'pchongli bir erkishtirib o'zingizni tutib olamisangiz? Qarang Chingtanga, qanchalik qiyin ishlarga uchrab qolsam-u, azaldan bundaq urib ketmaydi. O'zingiz qarab beqing, ma'yuslanib tangirdan nola qilib yurdingiz. Hey, menda uningdek mahorat bo'lsa, nimadan qo'rqatdim? Har kuni u yerga mo'kinib yursa qanday bo'ladi? Aslida shunday yaxshi o'ylab kelgan. Yibin kep, uning hammasi jiyi bilan ko'rishamiz deb o'ylagan. Biroq hozir Yo'q, to'g'a, o'ldirib ketmang. Hammamni topolmasak, ustozimga agasakmi bo'ladi-ku. Angladingizmi? Ashi bolachilik bo'lolmagan. hey, u qayg'uning nimaligini nima biladi? Ha? Kim qayg'uning nimaligini bilmaydi? Ustoz! Ro'jan. Qanday? Xabarni oldinglarmi? Qizil Yulduz doktorxonasi Yebelning shimol tarafdagi Nanxuji tarafdagi. Ishni kechiktirmaydi. Ishimiz doktorxonaga berib, ahvolni kelib kelaylik. Ma'qul. Yushan, Yachin, sizlar bu yerda Ro'jan amra bo'linglar. Esinglarda bo'lsin, xohlagancha sirtqa chiqmanglar. Atrofdagi shapilarga diqqat qilinglar, ha? Xotirjamman. Bu yerda biz bor. Mayli. Mayli. Ro'jan, qo'zig'ing ochdimi? Ochmidi. Emas birdam o'yna, ha? Nima ish qilgan bilmadim. Ko'nglim bir xil shumliqni sezayotgandek qiladi. Ha? Qanday sezim? Mening o'ylaganlarim u sirliq malla. Xo'jayinning shuncha aytib bo'lishi. Yana bu g'alati kasal. Hamma ishlar xuddi bir qiltaqdek bilinyotdi. Buni deyotganmidingiz? Ha? Siz nimani o'ylagan? Davomlashtiravering. Meningcha bu ishlar ko'rinishda oddiy ko'ringandek undaq oddiy emas. Buning ichida cho'qim texmi qo'rqinchliq hiyla-mikr yushinib yotadi. Hiyla-mikr? Qanaqa hiyla-mikr? Bu faqat bir xil yushirin sezim. Qanday tushuntirishga amalsizman. Balkim Chingtang doktorxonadan qaytib kelgandan keyin javobga erishamiz. Sestra qizchaq. Jerintang Dordugunning xo'jayini qaysi kasalxonada turdi? Ma xo'jayin? Ha, hiliqi g'alati kasalga giribtor bo'lgan bir necha odam. Ularmi? Ular 3-qavatning ayrim xonasida. Ularning nimasi bo'lsizlar? Men ma xo'jayinning tuqini bilaman. Anglashimcha u ig'ir kasalga giribtor bo'ldi. Yo'qlab o'tay deb kelgandi. Bo'lmaydi. Bu bir necha bemor kuchli yuqumli kasalga giribtor bo'lgan. Kuchli yuqumli kasal. Ular qanday yuqumli kasal giribtor bo'ldi? Kasalning sababini tex topolmadik. Faqat yomon kasalligini bilamiz. Hozir doktorxona ularni maxfiy holda ko'zitib beqiyotdi. Ko'rishga hargiz bo'lmaydi. Bundaqda. Sizlar eng yaxshisi qaytib ketinglar. Rahmat sizga. Avar qildim. Hech qisi yo'q. Mayli. Aka, endi qanday qilamiz? Doktorxonaning keyin tarafdan kiraydi. Mayli.
Ben çıkıp küstü bakay. Sen bu şey saklap dur. Ma'qul. Bunu kim al? Menimcha bu kasallik kontrol qilish sal tez o'xshaydi. Әң надыр, әң еңі, сүзіклік yuqur болған filmlər Səlkin Süzük film munbirdə. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. La matagı degini qaysi? Mana bu.